Dada bu yoqqa nega keldik? 60 marta aytdim, amakining uyiga mehmonga kelganmiz. Uyda aytgan gaplarim esingdami? Qishloqqa mehmonga borganingda mol tagiga bormaysan, dasturxonga yopishmaysan. Esimdan chiqib ketdi. Shuni bilib uyda yozib kelganman. Uyda qolsam bo'lar ekan. Amaki! Jiya. Amaki! Hojatxona qayerda? Mehmonlar kelib zo'r ish qildilar, olinglar. Olaylikmi? Tushundim, 3-qo'yda. Qanaqa qo'yda? Anu huquqdan tayyorlanyapti. Amaki, bitta narsa so'rasam bo'ladimi? Bu narsalar ko'rgazmaga qo'ymaganingizga to'g'rimi? Yo'q, yeyish uchun qo'yilgan. Ana, ko'rgazmaga qo'yilmagan ekan. O'zi qarindoshlarning uyida mehmon. Dada, 6-qo'ydan buzib qo'ydim. Qanaqa qoida edi u? Molxonaga bormaysan, mollar oldiga yaqinlashmaysan. Xo'sh, o'zi men molxonaga bormoqchi emasdim. Molni sug'orish kerak ekan, keyin xo'p dedim. Mol keyin qochib ketdi. Orqasidan yugurdim. Mendan qo'rqib ariqqa sakradi. Siz ishni bilmaskan cho'kib o'ldi. yaxshi. Narsalarni yeb ketamiz. Dada, yana bir kun qolaylik. Hali Toshkentga ammangning uyiga borishimiz kerak. Ertaga taksini qayerdan topaman men? Rizoga ilovasi bor-ku, uyingizdan turib xohlagan manzilingizga olib borib qo'yadi. Ular 4 kishi olmaydi, 3 kishi oladi. Orqada ikkalamiz mazza qilib ketamiz. Narxlar oldindan kelishilgan, savdolashib o'tirmaysiz. Hamma viloyatdan Toshkentga, Toshkentdan hamma viloyatga qatnaydi ular. Boshqa xizmati ham bor. Hozir zakaz qilib qo'ysam, ertaga keladi. Zo'r ekan. Mayli, ertaga ketaveramiz. Kim nima bo'ldi? Jiyan, qo'ymoqqa beraman degdi. Onangga kecha aytdim ketaylik deb. Og'riydi-ku. Otang elektr o'chirib ishlaydimi? Yo'q, O'chir bo'lmasa bularda. Xo'p, nima yubileyingizga tushgan zarchoponni kiyib oldingiz? Ishing bo'lmasin, tushundingmi? Yangi chopon olaman men pul ketkizib. O'chir! O'g'lim, Dada. suv ta'minotida tanishing yo'qmi? Yo'q, nimaga? O'chir agar men buni! Ertadan bir haftada bir cho'milasan. Ertalabga tuxum, obedga maslava. Nima qilyapsiz, dada? Hisob-kitob qilyapman. Shu kunlarda juda ko'p ovqat yeyoryapmiz. Shanba kun amakinakka mehmonga boramiz. Nimaga? Aytyapman-ku, ovqat ko'p yeyoryapmiz. Dada, axiri o'zingizga xarajat qilib yangi chopon olibsiz-ku. Yo'q, o'sha chopon chappa qilib kiyib oldim. Dada, amakim uyiga peshkom bormasdan taksida boraylik. Taksi tanishing bormi? Yo'q. Puling bormi? Yo'q. Nimang bor? Otam bor. Izlarimni poylab yurgan otam bor. Ana shu otangni taksiga ortiqcha puli yo'q. Piyoda ketamiz dedim. Dada, amakim uyiga kelganimizga ham 4 kun bo'ldi. Uyalib ketyapman. Ketaylik. Haqiqatdan. Obed qilib ketamiz. Men Yevropaga ishlagani ketaman. Yevropada otang bormi? Prime viza bor. Yevropaning barcha davlatlariga yuboradi. Xo'p, bording ham deylik. Ishni qaydan topasan? O'zlari ish bilan ta'minlaydi. Hujjatlarni hammasini o'zlari hal qiladi. Xohlasam o'qiyman, xohlasam ishlayman. Bo'ldi, borasan. Obed qilib olaylik. Obed. Mani nihoyat mani tashab nimaga tashab ketgansiz mani, dada? Bilaman, hammani boshida bor bir kun tashab ketasiz. Yakka yegona o'g'lingizga nimani vasiyat qilyapsiz, dada? Ko'rsating yoki ayting. Ko'rsating, qayerda? Ola! Qanday nima bo'ldi? Men uchun qaytdingizmi? Qani ko'rsating. Boya ko'rsatayotdingiz vasiyatingizni. Ko'rsating, qani. Yo, menda qilmoqchi edim, kuchim yetmadi, bolam. Shu o'g'ling zo'r bo'ladi. Katta bo'lsa, katta odam bo'lib ketadi, yo. Assalomu alaykum.
Mana amrimmi? Qayerdan olding? Ko'chadan topib oldim. Uzr. O'g'ling yaxshi-yu, salgina o'rvatcharoqda. Shokirni do'kondan 1 kilo tovuq go'sht olib kelma. Xo'p. Dada, mana tovuq, mana pul. Pulni nimaga qaytarib olib kelding? Do'konchiga yordam qiluvdim, tekinga berdi. Nima hamma joying pat? Eh. Qo'shni, tovug'im sizlarnikiga o'tib ketmadimi? Yo, ko'rmadik. Ha, uni to'yi o'tdi, ha? Dada, maktabdan DVD yutib oldim. Ish qilib o'g'irlab kelmadingmi? Maktabdan olimpiadadan yutdim. Voh, bizni o'g'ilchani qara olimpiadada yetib kelyapti. Yaxshi-yu, lekin bugun yakshanba maktab yopiq. Ha, o'nang. Falon viloyatning falon tumanida Qo'shni, Gulmatvoni kimdir pensiyasini o'g'irlab ketibdi. Davlina qilib mazasi qochib o'tib qopti. Tezroq yuring. Ular agar ko'chadan topib olgandim. Men senga necha marta aytganim o'g'irlik qilmadim? Dada, boshqa qilmayman, urmang. Sen barmi o'g'irlik qilasan? Yo, rostdan boshqa qilmayman. Agar o'g'irlik qilayotgan bo'lsa, qo'lingni urib sindiraman. Qara-ya. Xo'p. Qo'shni, molim yo'qolganda sizlarning molxonalaringizdan ovoz eshitilyapti. Bilaman shu yerda olib ketay shuni. Shundan keyin boshqa qilmayman. I'm in the streets, so this ladies like, big deal, straight shows like, make it this, make it that, like, don't lie, you know how it sound like. Salom. Men ketdim, chiqqandan keyin telefon qilsang olib ketaman. Подход. Во, o'rta, erinamichi серьезный. Qara, xotin, men mana qilishni o'rgandim. Детский. Voy, jiddiyligim mayli, doim akkuratni kiyinib yuradi-ya. Dadasi yeching 6 kundan beri kiyib yuribsiz. Men oppoqqina turibdi-ku, hali 3 kun kiysam bo'ladi. Men uni tegib boraman, xushbo'y bo'lib yuraman. Erinchida ish bilarmoni, nima desang olib beradi. Dadangdan qarz olsak-chi? Adamdan 3 marta qarz oldik o'zi. Bo'lmasa dadang nomiga kredit olamiz. Nima, meni adamga yopishib oldingiz? O'zingizlaringizdan olsak bo'lmaydimi? To'g'ri aytasan. Tog'angdan olamiz qarz. Eng qizig'i, biron marta so'kinganini eshitmaganman. Bo'pti, ovqatlanaylik, ishtahamni buzyapsizlar. Qayerga ketdingiz? Suv olib keldim senga. Ana do'konlar bilan ko'rishdingmi? Chuvalchang deysan-ku, chilliqor. Amal, yangi ana o'rgan, qo'shiq. Ana u dugonalarim uyga tashlab qo'yamizmi? Lokatsiya tashavoringlar. Qishlog'imizga qish ham kirib keldi. Endi mazza qilib dam olsak bo'ladi. Dadam pechka o'rnat degandi. Mana, pechkani ham o'rnatdim. Yozda qish uchun o'tin qilganman-ku, lekin yana o'tin qilish kerak. Ukajonim, qish keldi, qish. Endi dalaga chiqish yo'q, shu yerda yotasanlar. Endi menga ish yo'q deganlar adashadi. Qish kuni molga 3 mahal yem berish kerak. Bu holat o'g'il bolalarda albatta bo'lgan. Bor tualetga bor. Sovuqda juda erinardik. Qish payti menga eng yoqadigan narsa bu hammamiz bir xonada uxlashimiz. Ko'zingni yumib yotasanmi yo qo'limni tiqib olaymi? Aya, bittagina kompot ichaylik. Yo'q, yangi yilda mehmonlar kelsa, mehmonlar bilan ichamiz. Yo'q, 63 ta kompot ichmaymiz-ku. Yo'q. Eng alamlisi hamma mevani o'zim terganman. Pechkaga olov yoqish juda qiyin, ammo
To'g'ri, men aytgan usul pechkani tez yoqadi, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Aytyapti. Sizga tegib nima ko'rdim, ha? Nima ko'rdim sizga tegib? Na menga narsa olib berasiz, na o'zingizga narsa olasiz. Ana qo'shnimizning xotini telefon qildi, yangi mashina olibdi. Biza 1 oydan beri bitta mashinada yuribmiz. Qachon mashina olamiz? Gapirsa shunaqa gapimni eshitmay ketaverasiz faqat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, qo'shni uyga kiring. Rahmat ana. Yangi mashina olibsiz, ha? O'shani tabriklaganchi qo'ydim. Zo'r. Gap yo'q. Mabodo biron nima olsangiz, hech kimga aytmang, xo'p? Ha, yo'q-e. Iris sizga gul sovg'a qildimi? Ha, mayli. Qo'shnining xotini telefon qildi. Eshitdim. Qo'shni xotiningizga gul olib beribsiz-a? Ha. Qayerdan olib berdingiz shu gulni? Shu bozordan. Ha, bozordan oldingiz. Yomon romantiksiz, jinnivoy. Qo'shni nima qilyapsiz bu yerda? O'g'lingizga yangi mashina olib beribsiz, ha? Ha? Ha, shuni nishonlayapman men. Bip bip qo'y. Oylik oldingizmi? Ha, tushdi. Qancha? 1 million 100. 1 million 100. Qo'shnining xotini telefon qildi. Eri yaxshigina pul topar ekan. Siz qachon shunaqa pul topasiz? Qo'shni xotinim aytdi, bir yaxshi pul topar ekansiz. Shuni siri nimada? Buni siri yo'q. Men Prime Visa kompaniyasi orqali qonuniy Yevropada mehnat shartnomasi asosida ishlab kelaman. Ish vaqti 3 oy. Xohlasangiz 2 oy cho'zdirsangiz ham bo'ladi. Oyliklari $1000 dan. Vo, qanaqa ishlar bor ekan? Erkak va ayollarga oshpazlik, barmenlik, ofitsiantlik, xo'jalik ish turlari bor. Men ularga qanday ishonib pul beraman? Viza chiqqandan keyin to'lov qilasiz. Ungacha xarajatlarini to'lasangiz bo'ldi. Eng asosiysi o'zingizga bog'liq. Ular jo'natishadi. Siz yaxshi ishlasangiz bo'ldi. Prime Visa dedingizmi? Xotinimdan so'rab kelay. Qo'shnining xotini telefon qildi. Qo'shnining xotini telefon qildi. Qo'shnining xotini telefon qildi. Qo'shni xotiningiz telefonni soting menga. Nima tinchlik? Soting degandan keyin soting bo'ldi, tamom. Xo'p. Siz qachon berasiz? Qo'shnining xotini telefon qildi. Eri iPhone 17 olib beribdi. Qo'shni, keling bitta domnomzikka o'ynaveraylik. Nimaga? Yo siz ko'chib keting yoki men ko'chib ketay. Kim ko'chib ketsin?